Kambag'al oilalarga oziq-ovqat va kiyim-kechak sotib olishlari uchun vaucher shaklida mablag' ajratiladi. Mazkur yordam kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarga oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa eng zarur tovarlar bilan ta'minlash xarajatlarini qoplash uchun oziq-ovqat uchun bir chorakda bir marta BXMning 1 barobari miqdorida, kiyim-kechak va boshqa eng zarur tovarlar xaridi uchun 1 yilda 2 marta hamda BXMning 5 barobari miqdorida moddiy yordam ajratiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va boshqa eng zarur tovarlarni elektron savdo platformasi va savdo maydonchalari orqali elektron shaklda xarid qilish uchun mablag'lar tegishli qiymatdagi 1 yoki 5 BXM vaucher shaklida ajratiladi, deyiladi xabarda.